Piymandan jirkan vossanla! Sudimizga qaynoq kuydiryapti! Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman bo'ldi. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni-qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'qku. Ey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yoq bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsam aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Kirmayman. Yo'q. Aka Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yer qorong'i? Men qorong'ilikdan qo'rqaman. Aka, tashlab ketmay iltimos, o'tinaman. Aka, Rozi bo'l ukam. nimaga rozi rozi bo'l? bo'laman? Aka, Javobini olsam bo'lsin ukam. o'tinib so'rayman. Mani tashlab ketmay Sani qo'rqaman. ustiga To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mani. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar odamlar mani. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qorong'ilashib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash bizni zo'r ketadi. Kerak emas.